Chet elda ishlashni istaganlar uchun chuqur va to'liq yo'l xaritasi. Men ish beruvchi ham, agent ham, kompaniya ham emasman. Men faqat ochiq va ishonchli manbalarni ko'rsataman. Ishga joylashish siz bilan ish beruvchi o'rtasidagi jarayon. Hech kimga sizning o'rningizga ish topib bermayman. Xo'sh, tayyormisiz? Issiq choy va qahva yoningizga oling, chunki bugungi video aynan siz uchun maxsus tayyorlandi. Unda boshladik. Avval o'zingga savol ber. Nega va qayerga? Men nega chet elga ishlashga ketmoqchiman? Pul uchunmi? Hujjat yig'ish uchunmi? Tajriba uchunmi? Qaysi davlat menga mos? Til bilamanmi? Vizasi osonmi? Ish ko'pmi? Hamma davlat hamma odamga mos emas. Avval o'zingni tahlil qil. Davlat tanlash, real o'lchovlar. Har bir davlatni tanlashda quyidagilarni solishtirish kerak. 1. Viza. Vizali yoki vizasiz. Ish vizasi kerakmi? Taklif, job offer talab qilinadimi? 2. Oylik maosh. O'rtacha soatbay yoki oylik soliqdan keyingi real pul. 3. Yotoq, turar joy. Ish beruvchi beradi yoki yo'q? Ijarami? Qancha turadi? Necha kishi bilan yashaysan? 4. Oziqa-ovqat. Bepul beriladimi? O'zing olasanmi? Oylik xarajat qancha? 5. Transport. Ishga borish kimning hisobidan? Jamoat transporti narxi. Chet elga ketish faqat ish emas, u yerda yashash ham hisoblanadi. Qancha pul kerak? Oldindan hisoblash. Aviachipta viza va hujjatlar. Birinchi oy yashash. Oziq-ovqat, aloqa, transport, favqulodda zaxira pul. Ish topdim deb pulsiz ketish eng katta xato. Hujjatlar ro'yxati oldindan tayyorlab qo'yish. Asosiy hujjatlar: pasport, kamida 6 oydan 12 oyga amal qiladi. Rezyume, CV, inglizcha yoki mahalliy tilda tarjima. Diplom, sertifikat, agar kerak bo'lsa. Haydovchilik guvohnomasi, ba'zi ishlar uchun. Tibbiy hujjatlar ba'zan so'raladi. Hujjat bo'lmasa ish yo'q. Hammasi oldindan tayyor bo'lsin. Rezyume, CV qanday yoziladi? Rezyume ichida bo'lish kerak: ism, familiya, aloqa, email, telefon. Qaysi davlatdasiz? Qaysi ishlarni qilgansiz? Qanday tillarni bilasiz? Qachondan ishlay olasiz? CV bu rezyume qisqa, aniq va yolg'onsiz bo'lsin. 1-2 bet yetadi. Ishni qayerdan qidiramiz? 3 ta asosiy yo'l. Birinchi, rasmiy ish saytlari. Davlat ish portallari, yirik xalqaro ish platformalari. Ikkinchi, kompaniya saytlarining o'zi. Misol uchun, Careers, Jobs, Work with Us bo'limi. Uchinchi, ishga yo'llash agentliklari. Litsenziyasi bor agentliklar bo'lsin, rasmiy shartnoma bilan ishlaydi. Ogohlantirish. Telegramdagi tez ish bor degan e'lonlarning 90% xavfli. Ish beruvchi bilan qanday bog'laniladi? 1. Saytda ariza yuborish. 2. Email orqali rezyume jo'natish. 3. Intervyu. Telefon yoki video qo'ng'iroq. Aytiladi: hech qachon pasportingizni yoki pulingizni tekshirish uchun jo'natmang. 3 tilda atalishi. Ish taklifi, ya'ni приглашение. Job offer. Kelganda nimalarni tekshirish kerak? Tekshirishiring. Kompaniya nomi, manzili, aloqa ma'lumotlari, ish turi, ish vaqti, oylik, soatbay maosh qancha, yotoq, ovqat bor yoki yo'q. Aytiladi: hamma narsa yozma bo'lsin. Og'zaki va'da kafolat emas. Viza jarayoni. Odatda kerak bo'ladi: ish taklifi, job offer, pasport, ariza, sug'urta, moliyaviy isbot. Muhim: vizani faqat rasmiy elchixona yoki konsullik orqali oling. Yo'lga chiqish oldidan tayyorlash. Kerak bo'ladi hujjat nusxalari, manzil va kontaktlar, ish beruvchining ismi, yashash joyi, mahalliy qonun qoidalar. Aytiladi: qayerga boryapsan? Kim kutib oladi? Hammasini yozib ol. Borib yetgandan keyin nimalar bo'ladi? Ish beruvchi ish shartnomasini imzolaydi. Ish jadvalini tushuntiradi. Yotoq bo'lsa, joylashtiradi. Soliq raqami, ro'yxat, bank hisob ochish. Ishchi siz qoidaga amal qilasiz. Hujjatlarni saqlaysiz. Qonunni buzmasdan ishlaysiz. Agentliklar haqida rosti. Haqiqat: yaxshi agentlik bo'ladi, lekin firibgarlari ham juda ko'p. Qoidalar: oldindan katta pul so'rasa, shubhali. Shartnoma bermasa, ishonmang. 100% kafolat desa, ehtiyot bo'ling. Mening rolim: men sizga ish bermayman, odam ham jo'natmayman. Men faqat qanday qilib o'zingiz mustaqil ish topishingizni ko'rsataman. Havolalar, saytlar va jarayonlar, ochiq manbalar. Kommentariyalarga javob.
Kimga boraman? Ish beruvchiga nomer bering. Men agent emasman. Bu haqiqatmi? Ha, agar rasmiy saytlardan bo'lsa, qanday bog'lanaman? Ish topasiz, rezyume yuborasiz yoki video intervyu o'tasiz. Video yoqqan bo'lsa like, obuna tugmasini bosib qo'ying. Sizdan pul ketmaydi va boshqalar ham ko'rish uchun yordam bergan bo'lasiz. Mana 10 ming odam ko'radigan bo'lsa, shundan 9 mingtasi obuna bo'lmasdan kuzatmoqda. Obuna bo'lmagan bo'lsangiz, video ostidagi obuna like tugmasini bosib qo'ying. Rahmat.